Bu holatni ko'rib oddiy inson ham ketma-ketlik bo'yicha ilk qo'lda qaysi jarayonda mana navbatma-navbat qilinishi kerak bo'lgan holatni tushunadi va albatta shunga qarab pul sarflashida ham osonroq bo'ladi, ya'ni tushuncha bo'lgandan keyin. Bu tomonda mana radiator bloklarimiz, bittasi ilk qo'lga, bittasi esa radiatorga. Viloyat deyishadi, lekin viloyatda ham shuni chiroyli qilib, ofis qilib, kelgan mehmonga, kelgan mijozlarga tushunarli qilib, mana Egamberdi hamkasbimiz chiroyli qilib ofisini bezab qo'ygan ekan. Egamberdi, charchamasmi? Rahmat aka. Marg'ilon shahrida mana chiroyli bir showroom qilibdi, xayrli bo'lsin. Bu qorong'u-ku, bu svet yo'qmi yerda? Aka, buni hozir bir pasda tayyor qilamiz. Alisa, men keldim. Ajoyib, juda ajoyib yechim berilgan. Ya'ni har bitta alohida chiroqli alohida yonadi. Demak, binoingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol isitish tizimi va yorug'lik, ya'ni tok yo'llarini ham, elektrik ishlarini ham bemalol mana topshirsangiz bo'ladi. Eng zamonaviy uskunalar bilan va zamonaviy sifatli mahsulotlar bilan uyingizni ta'minlab berish imkoniyati bo'ladi. Ulan borik bo'lsa, sertifikatdan to'lib ketdi. Bundan ham ko'pisini nasib qilsin. Demak, mana xonalarni o'chirib yoqishni ta'minlash, ya'ni ortiqcha isitma ham ketmaydi, sovuq ham ketmaydi. Komment termostatlar bilan alohida yechim beradi. Va albatta, suv tizimiga, xavfsizlik tizimiga, yana suv, mabodo suv toshadigan bo'lsa, sanuziladi. Alohida o'chirish tizimlari ham jihozlangan. So'raganlarga mazmuni nima deysiz? So'raganlarga shu Marg'ilonda ko'pchilikning og'zida aytiladigan 10 Damas yo'nalishi, Cheramish masjid ro'parasida, mana shu Santeyda guruh qilib nomlarini qo'yib berganmiz, ko'rinib turadi. Tomonimiz Kirgiliga chiqib ketish, tomonimiz Marg'ilon markaziga chiqib ketish. Juda ajoyib ekan, chiroyli qilib bezab qo'yilgan ekan. Xayrli bo'lsin. Rahmat aka.